International School'da IELTS combo, listening 8,5, reading 8. Yana ikkita o'quvchimiz IELTSdan 7,5 oldi. Kelinglar ichkariga kirib, ulardan suhbat olamiz. International School'da natijalar oqimi to'xtamayapti. Bugun o'quvchimiz Asqar IELTSdan 7,5 oldi, readingdan 8. Kelinglar ulardan so'raymiz. Aynan International nima bilan yordam berdi? Asqar, qanaqa muammoni yechimini International sizga berdi? У меня изначально были проблемы с листенингом. Когда пришел в Internation, я с трудом мог понимать, о чем со мной говорят, и было очень трудно именно распознавать английскую речь. Но в Internation мне помогли два фактора. Во-первых, это учитель, преподаватель. Мне очень повезло с преподавателем, который давал полезные типсы, давал советы, которые я уже потом дальше мог использовать на практике. А второе, уже с практической частью мне помог мой академик-суппорт, у которого тоже была очень большая роль в формировании моего листенинга. Я с ним мог часами напролет сидеть и заниматься листенингом, делать практисы и анализировать их. Okay, good job. Endi keyingi o'quvchimiz bilan gaplashamiz. International School'ning CD IELTS Center'da 6 marta qatnashib, IELTSdan 7,5 olib, listeningdan 8,5 bergan o'quvchimiz Timur bugun oldimizda. Timur, International qanaqa muammolarni yechimini topdingiz? Birinchi muammoim u writing bo'lgan. Writing juda ham yomon edi. Lekin supportim bilan birga, teacher bilan birga biz bu muammoni yechdik. Bir oyda 5 dan 6,5 ga ko'tardim. И также mocklarga ko'p qatnashganman, где-то 6 martalab. U narsa mendan волнениeni olgan. Hayajonni olgan. Hayajonimni olgan. И az sdach qilgan kunim hayajonsiz, muammolarsiz sdach qilgan. Mock osonroq bo'lgan bizani International yoki asosiy ekzamen imtihon oson? Asosiy ekzamen juda ham osonroq. Oson. Ya'ni mock qiyinroq bo'lgan. Mock qiyin bo'lgan. Zo'r. Atrofingizda natija olayotgan bolalar bo'lsa, albatta siz ham natijaga erishasiz. International School'ga keling, ingliz tilini o'rganing va yuqori, absolutni yuqori natijalarga erishing. Ko'rishguncha.